Ilgari Boysun tumanidagi To'da mahallasida joylashgan 15-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga bolalar 8-10 kilometr masofadan qatnab kelishar edi. Uzoq yo'l, qishda loy ko'chalar, transportning yo'qligi tufayli ayrim ota-onalar farzandlarini bog'chaga yubora olmas edi. Bugun esa muammolar bartaraf etildi, orzular ushaldi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan viloyatga zamonaviy bolalar avtobusi ajratildi. Har kuni erta tongdan ko'rib turganingizdek, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan taqdim etilgan ushbu avtobusda 15-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tahsil oladigan bolajonlar, tarbiyachilar hamrohligida qulay va xavfsiz muhitda bog'cha sari yo'l olishadi. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, bu yangilik nafaqat farzandlarining bog'chaga borishini osonlashtirdi, balki ota-onalarning ish faoliyatiga, ijtimoiy hayotga faolroq qo'shilishiga ham imkon yaratdi. Avval bolalarimiz qishloqqa, shaharga borib kelar edi. Kun uzog'i taksilarga minib, qiylanib, avora bo'lib, yo'lga bu taksi, u taksiga minib o'zimiz borib kelar edik. Hozir avtobusni qo'yganiga katta rahmat deyman. Uyimizda oldiga bemalol kelib bolalarni mindirib jo'natamiz, kechga qabul qilib olamiz. O'zlari shag'dan mindirib jo'natadilar. Vaqtimizni tejab, bolalar emin-erkin borib, xursand bo'lib qaytib kelyapti. Qo'shnilar ham xursand, bitta jo'natyapti. Olib bir kishi yana jo'nataman deb turibdi. Avtobusni ko'rib hamma xursand. Ushbu tashabbusning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, maktabgacha ta'limga qamrov darajasi ortmoqda. Chunki ilgari uzoqlik sabab qatnamagan bolalar endi bog'chaga muntazam qatnay boshladi. Bog'chamiz 15-davlat bog'chasi To'da mahallasida joylashgan bo'lib, 120 ta qamrovdan iborat. Qo'shatdan 20 ta bola keladi 10 kilometrlik masofadan. Ya'ni uzoq bo'lgani uchun ota-onalarga noqulay shu yo'l uchun, qiyinchilik uchun bola qatnolmadi. Avtobus qo'yilgandan keyin 20 ta, 25 ta bola qatnov ko'paydi. Qulay, xavfsiz bolalarni to'shib qamrovimizga ancha yordam bo'ldi. Bu kabi amaliy choralar ta'lim tizimidagi har bir o'zgarishning asl maqsadini yaqqol ko'rsatadi. Qaysi hududda yashashdan qat'iy nazar, ta'lim har bir bolaga teng imkoniyat yaratmog'i lozim.